Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Mana biz bugun sizlar bilan iSpring Suite'da zapis ekran bandi orqali qanaqa qilib ekranni zapis qilish jarayonini ko'ramiz. Hozir men bu dastur orqali sizlarga o'sha iSpring Suite 8 dasturi orqali tayyorlagan prezentatsiyamizni qanaqa qilib flash holiga keltirib olishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz oldindan tayyorlangan prezentatsiyamizni ochib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek prezentatsiyamizni ochib oldik. Bu jarayonda esa mana bu prezentatsiyalarimiz tepasida menyular qatorida iSpring Suite 8 bandi bor. Biz o'sha bandni bosamiz. Bu bandda ko'rib turganingizdek dasturga tegishli bo'lgan har qanaqa vazifani bajaruvchi bo'limlar mavjud. Ya'ni bu yerda publikatsiya, struktura, zapis audio, zapis video, redaktor, test, interaktivность, dialog, zapis ekran, personaj, YouTube Flash va web, spravka, обновление bandlari mavjud. Bu bandlarning har biri o'zining bajaradigan vazifalariga ko'ra turli xil holatlarda amalga oshiriladi. Biz esa hozir sizlar bilan qanday qilib tayyorlagan prezentatsiyamizni flash holiga keltirishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun esa avvalo tayyorlagan prezentatsiyamizda iSpring Suite 8 bandini ochib olib, mana bu yerdagi ko'rib turganingizdek publikatsiya qismini bosamiz. Mana bu publikatsiya qismini bosganimizdan keyin bu yerda mana bu yerda ko'rib turganingizdek bizga naзвание prezentatsiya, ya'ni prezentatsiyamizning nomlanishi, lokalная papka, ya'ni o'sha tayyorlagan flashimiz qaysi joyga joylashishini belgilashimiz mumkin. Mana bu yerda biz esa rejim konvertirovания, ya'ni qanday ko'rinishda saqlashimiz, ya'ni qanday ko'rinishga olib kelishimiz haqida ma'lumot berilgan. Biz asosan flash holda tayyorlaganligimiz uchun для kompyuter flash bandida belgilab qo'yamiz. Mana ko'rib turibsiz. Obzor, ya'ni qayerga saqlamoqchi bo'lsak, o'sha joyini belgilaymiz. Men oldindan рабочий stolda, ya'ni ish stolimizda flash degan papka ochgandim. Shuning uchun men bu bandni tanlayman. Tanlaganimizdan so'ng esa ko'rib turganingizdek mana bu yerdagi player joyiga nowni bosib qo'yishimiz kerak. Bossak, ya'ni o'sha flash holiga keltirgandan keyin yonda slaydlarning ketma-ketligini ko'rsatmaydi. Ya'ni xuddiki aynan tayyorlangan flash rolikka o'xshab turishi uchun nowni bosib belgilab qo'yamiz. Undan keyin esa опубликовать bandini bosamiz. Mana publikatsiya jarayoni boshlandi. Biroz ozroq vaqtni olishi mumkin, ozroq kutib turamiz. Mana jarayonimiz tugatildi. Mana ko'rib turganingizdek flash holiga keldi. Ya'ni masalan xohlagan joyimizda bosib ko'rishimiz mumkin. Masalan menyularga kiramiz. Notebook yoki netbook haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsak, mana shu ko'rinishda bosamiz. Yana ortga yoki help qismini bosamiz, ya'ni yordam. Bu yerda biz o'zimizning elektron manzilimiz, pochtamizni berib o'tganmiz, ya'ni bironta savol yoki taklif tug'ilsa, o'sha joyga murojaat qilish uchun. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'sha kompyuter qurilmalari haqida ma'lumot berilgan va biz bu prezentatsiyani flash holiga keltirib oldik. Ish jarayonimiz esa xuddi mana shu kabi yakun topadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.